obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoni qachon qo'yilganiga ham ahamiyat berasizlar. 1-2 oydan keyin ko'rib turib narx-navolar o'zgarib qolgan bo'lsa, negativ bildirmaysizlar. Yangiobod Veli bozorga yana keldik. Уже sezon boshlanyapti Velilarni. Oldingi safar ham shu yerga keluvdik. Hozir Murod akam ko'rinmadilar o'zlari, shogirdlari shu yerda ekan. Assalomu alaykum aka. Murod akam bugun ketdilar-da. Ha, Murod akam bugun ketdi. Oldingi safar qo'ydik video. Aka, Velilarni bitta obzor qilib bering. Necha puldan bo'tdi? Xitoylar necha pul? Xitoy Velilarimiz bor. Kattaligi 26 razmerlarimiz bor. 1 milliondan 1 million 350 minggacha. Bular-da? Ha, katta Velilarimiz. Bollarniki bor mana. Bular ham 8 ming so'mdan 1 million 100 ming so'mgacha bor. Nemetskiy o'zi faqat shu Murod akam sotardilar shekilli bu yerda. Nemetskiy Velilarimiz ham. Necha puldan bo'tdi Nemetskiylar aka? Nemetskiylarimiz Xitoydan qaraganda ancha baquvvat. Ham 2-3 barobar chidamli bo'ladi. Necha puldan bo'tdi bular aka? Bularimiz 2 million 200 ming so'm, bularimiz bor 2 million 200 ming so'm. Alyumin ramalari, alyumin oldi generatorli. Skоростной mana 28 razmerdagilarimiz ham bor mana. Skоростной bo'ladi. Necha pul bular aka? Sifat yaxshi, Altus nomi Altus. Bular qancha? 1 million 800 ming so'm. Kelishtirib beramiz bularni. Aka, bizani obunachilarga necha pul qilib berasiz kelsa, foydali xarid deb. Necha pul tushib berasiz aka? 200 ming so'm o'tib beramiz. 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. Endi qolgan любой veligizdan ham 100-200 ming so'm skidka qilib berasiz. Skidka qilib beramiz. Mana misollarni oldi-orqa amorzatorligimizni ham o'zimiz tanishligi sotdik. Yosh kattaroq odamlar ekanlar. 1 million 800 ming so'mga berdik. Alyumin rama, oldi generatorlari bor. Chiroqlari yonadi. Skоростной. Aka, Xitoy bilan Xitoy Veli bilan germanskiy Velini o'zi nima farqi bor bunda? Tushuntiradigan. Germanskiylarimizda mana o'qlarida katta farqi bo'ladi, o'qlarida. O'qlari prompachimli bo'ladi. Turgan joyda chirib ketmaydi-da, xullasa bular. Misol pakrishkalari ham Xitoynikiga qaraganda ancha yaxshi. Xodi ham yengil bo'ladimi? Yengil bo'ladi, pakrishkalari cheti chirimaydi. Ancha yurib beradi. Cho'llarniki ham bor mana. Necha puldan qilib berasiz bularni? Bizlarimizga bor mana. 2 yoshdan 5 yoshgacha haydashadi. Mana bular o'g'il bolalarniki. Necha pul qilib berasiz bularni aka? Narxini ham aytib ketding. Bularimizni 450 ming so'm kelishtirib beramiz, kelishsa. Endi bulargacha 200 ming so'm menimcha skidka qilmasangiz kerak. O'zi qilolmaymiz. Qarang, 2 millionlik narsangizgacha 200 mingdan 250 minggacha qilib berasizmi aka? Kelishtirib qilib beramiz. Bulargacha necha pul qilib bera olasiz skidka? Xo'p, bularni 400 ming, 420 ming atroflarida qilib beramiz dedi. Bularni 50 mingcha skidka qilib berar ekan. Endi ortda qolmayotganda bularda. Skidka qilib beramiz. Endi aka 1 yildan keyin ko'rib kelishsa bunaqa narx bo'lmasligi mumkin. Bugungi video qo'yilgan holatga qarab turib narx-navoni aytib ketyaptilar. Misol uchun 1 oy, 2 oydan kelganinglardan keyin narx sal o'zgarib qolgan bo'lsa, negativ bildirmaysizlar. To'g'ri. Videoni ham qachon qo'yilganiga mana bunaqa chiroylilari ham bor mana. Qizlarga. Har xillari bor ekanda, aka. Mana Xullas 7 dan 70 gacha okamning veli bor. Bemalol xohlasanglar Xitoyni, xohlasanglar Nemetskiyni kelib olib keturasizlar. 3 xil religiyamiz ham bor, ko'rsating buni ham mana. Bular necha puldan aka? Yoshi zo'r, buni yosh katta odamlar bozorchalarga, etbetlarga haydasa bo'ladi. Buni 2,5 million so'm so'ralyapti. Ozgina buni ham kelishtirib beramiz.